Hayotda bitta eng katta haqiqat borda. Bu juda ham fakt. Har qanday qiz bola yaxshi niyat qiladi. Kelin bo'lishidan oldin yaxshi kelin bo'lay, baxtli inson bo'lay, baxtli inson bilan birga bo'lay, insonlar havas qiladigan kelin bo'lay deb niyat qiladi. Hech qachon hech qaysi qizni eshitmaganman, yomon niyat bilan men borgan joyimda ajrashiy, yo yomon kelin bo'lay, yo qanaqadir baxtsiz bo'lay degan niyatlarni qilmaydi. Har qanday qiz o'sha turmush o'rtog'ini orqasidan keladi. O'sha turmush o'rtog'i uchun o'sha oilaga boradi va u uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Hamma narsaga. U uchun chidaydi. O'sha oilani bor yo'g'iga ham, hamma insonlar, hamma qarindosh urug'ini qosh-qovog'iga ham, ish yumushlari, umuman qo'yingki, hamma qiyinchiliklarga chidaydi shu inson uchun. Agar o'sha inson uni hammadan himoya qilib, "Men seni yoningdaman" desa, o'sha qiz, o'sha kelin umrini oxirigacha birga yashaydi. Boshqalar yomon bo'lgan taqdirda ham. Lekin ketishi uchun, shu oilani tashlab ketishi uchun hamma sabablarni qilib qo'yib, shuni oldigacha olib borib qo'yib, o'sha sabablarni qilib chiqib ketgandan keyin sen chiqib ketding.